Bo'sh ekranda shaharning xaritasi va ikkita tugma tasvirlangan. Liniyaga chiqish va menyu. Menyu tugmasida sizning kunlik daromadingiz va amalga oshirilgan safarlarning soni to'g'risida ma'lumot borligiga e'tibor bering. Keling, ilovaning menyusi bilan yaqinroq tanishamiz. Rating sizga Yandex Taksi ilovasining foydalanuvchilari tomonidan qo'yilgan baholardan shakllanadi. Faollik esa buyurtmalarni qanchalik tez qabul qilishingiz, rad etishingiz yoki bekor qilishingizga bog'liq. Shuningdek, siz bu yerda daromadingiz, amalga oshirilgan safarlar va ishlash mumkin bo'lgan tariflar haqida foydali ma'lumotlarni topasiz. Pastda taksometr ilovasidan foydalanishni yanada ham qulayroq qilib beradigan asosiy bo'limlar taqdim qilingan. Yuqori chap burchakda taksometr sozlamalarining tugmasi joylashgan. Bu yerda siz navigator va boshqa parametrlarni sozlashingiz mumkin. Bo'sh ekranga qaytamiz. Ishlashni boshlash uchun liniyaga tugmasini bosing. Sizga buyurtma kelib tushdi. Ekranda darhol yo'lovchigacha bo'lgan masofa, qancha faollik ballariga ega bo'lishingiz va qayerga yetib kelishingiz kerakligi ko'rinadi. Qolgan ma'lumotlar esa buyurtmaga kelganingizda ochiladi. Sizda buyurtmani olish uchun bir necha soniya bor. Agar vaqt o'tib ketsa, ilova uni boshqa haydovchiga berib yuboradi. Qabul qilish tugmasini bosing. Siz buyurtma oldingiz. Taksometrning ko'rsatmalariga amal qiling va yo'lovchini olish uchun boring. Yetib kelganingizda joyida tugmasini bosing. Yo'lovchiga chiqish uchun vaqt kerak. Uni kutayotgan paytingizda yakuniy manzilni ko'rish uchun buyurtma to'g'risidagi ma'lumotni ko'rib chiqing. Agar yo'lovchi uzoq vaqt chiqmayotgan bo'lsa, unga chat orqali xabar yozing. Agar mijoz 10 daqiqadan ko'proq vaqt ichida chiqmasa va xabarlarga javob bermasa, buyurtmani bekor qilishingiz mumkin. U mashinaga o'tirgandan keyin ketdik tugmasini bosing. Buyurtma kartochkasida safarning dastlabki yo'l haqi paydo bo'ladi. U yo'ldagi vaziyat va tirbandliklarni hisobga olgan holda oldindan hisoblab chiqiladi. Taksometrning ko'rsatmalariga amal qiling va belgilangan nuqtaga qarab yuring. Yandex Taksi servisida buyurtmalar zanjiri mavjud. Bu degani, joriy buyurtmani yakunlamasdan turib, yangisini qabul qilishingiz mumkin. Tizim bir yo'lovchini manziliga yetkazib,